Ering kelganmi? Yo'q, menimcha hali kelmaganlar. Homilador xotinni yolg'iz tashlab ketib bo'lmaydi. U xotin o'g'lini olib o'tiraveradi. Anu ilonchang. Hech oyjonni borib ko'rib kelay deydimi? Bilmadim, oyi, bilmadim. Biz nima? U bu narsa yegani qo'ymadikmi? Yoki yegani qo'ymadikmi? Dorilaringizni ichib dam oling. Sizchi? Boyim, kelishdik-ku. Esingizdan chiqdimi? Qaynanangdan arazlab kelganingda seni yoningni oldim. Qaynotang tilla odam ekan. Gapimni ikki qilmadi. Alohida yashayapsan. Lekin endi sen ham harakat qilishing kerak. Nimaga endi meni ishxonaga borib qo'ymoqchisiz? Gaplashib ketardik. Meni gaplashadigan gapim yo'q. Meniki esa bor. Mana, ehtiyot bo'lgin. Onasi? Ha? Mana buni qachon olganding? Biror marta ishlatganingni ko'rganim yo'q. Esingizdami? Pishiriq pishirishni yaxshi ko'rganligim uchun xuddi mana shu ko'rinishda sovg'a qilgansizmi mashlarni? Qo'yli. Ishlatganman, siz bilmaysiz-da. Uyda bo'lmaganingizdan keyin. Yangidek turibdi-yu bu. Endi mana hamma narsam yangidek turadi-yu. Juda zo'r-ku, ha? Sizgina uyimiz. Bekor ko'chyapmiz. Ko'chmasak bo'lmaydimi? O'zimga qolsa ko'chmasdik. Lekin mana shu uyni sotsak, ancha qarzlarimdan qutulgan bo'lardik. Tavba qildim, Baribir ish orqaga ketyapti. Shunga hayronman-da. Hammani biznesi gullayapti. Nega sizniki orqaga ketadi? Bilmadim. Ketmon uchmayapti. Ketmon. Raismisiz? Ketmoningiz uchmaydi? Nima, arini o'ldirib qo'yganmisiz? Bo'lishi mumkin. Ana yangi uyimizni borib ko'rdim. Xo'sh. Uy olma, qo'shni ol deydi-yu. Qo'shnilarimiz kim ekan, ko'rib kelaychi deb borsam, qo'shnini bolalari qima qo'ymaga quloq solmaydi-ya. Rosa to'polonchi ekan, asabim buzilib qaytib keldim. Ish qilib gapirib yurmadingmi ularga ham? Yo'yni ko'chib borganimdan keyin asabimni o'ynashsa gapiraman-da. Bitta bolaga 7 mahalla haligi xo'jayin deyishgan. Baraka topkur. O'sha qo'shnilar bilan ham urushib yurmagin. Hali ko'chmasdan oldin domdan ko'chib ketmaylik. Harakat qilaman. U uchun uyda o'tirmasligim kerak. Aytmoqchi. Men o'qishga yozildim. Qanaqa o'qish? O'qishda keyin bilasiz. Mayli, o'qi. Uyda ham nima qilasan baribir ham. O'qiganing yaxshi. Uyda o'tirib ham nima qilaman? To'rtta devorning ichida siqilib ham ketaman. Mayli. Farhodga qo'ng'iroq qil. Kelsin, yordamlashsin. Qo'ng'iroq qildim. Hozir kelaman dedi-yu. Yaxshi. Bo'pti. Charchamayapsizmi, Tamaraxon? Yo'q, rahmat, hammasi joyida. O'zingiz gaplashdingizmi? Ko'nmayapti. Itdan ham qaysar ekan. Lekin ichlarida rosa afsus chekyaptilar. Erkak kishining g'ururi bilan o'ynashi bo'lmaydi. Bechoraga qiyin bo'ldi. Afzalli ehson qilishga ko'ndirdim. Bugun ofisda osh beramiz. Domlani ham chaqirdim. Ana shunda domlani bir chekkaga chaqirib, shu masalani so'rab olamiz. Oxiri o'ylab shuni topdim. Agar Afzal domlani oldiga bormasa, domlani o'zi keladi. Yaxshi o'ylabsiz. Oshni shu yerda damlashadimi? Oshpazlar ishi boshlab qo'ygan. Siz hali chiqib dasturxonchilarga yordam bersangiz bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Ozroq ishim qolganda shuni tugatib olay, chiqaman. Bo'pti, xo'p. Men ham oshpazlardan xabar olay. Mayli. Chiqarsiz. Xo'p. Ish qilib Afzal xotini bilan yarashib ketsin-da.
Bo'lmasa qo'llari ishga bormasdan yuraveradilar. Nozi. 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 Ha, Tur, menga choy tayyorlab ber. oshxonaga kirib muzlatgichni ochsangiz hamma narsa bor. O'zingiz tayyorlab yuring. Xo'p, o'zim tayyorlab olaman. Hech bo'lmasa yonimda o'tirib tur. Men siz nonushta qila olmaysizmi? Nozi, Ha, eringni ishga kuzatmaysanmi? ha ketavering. Har doim ketgansiz-u. Kecha dadajoning Nozimani uyga olib borib keling deganlari esingdami? Ish qilib? Esimda yo'q. Qachon shunaqa dedilar? Bormaysanmi nima? Kechroq o'tarmiz. Ertalabdan nima bor? Bo'pti, uyga kelgunimcha hech bo'lmasa ovqat tayyorlab qo'y. Harakat qilaman, lekin va'da bera olmayman. Yosh bolaga o'xshaydi, tavba qildim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bormisiz? Sog'ligingiz Yaxshi yaxshimi? keldingizmi? Ha, rahmat. Bugun Xudoga ishxonamizda shukr. ehson qilmoqchi edik. Ha, yaxshi. Qani, yuringchi. Xo'p. Mumkinmi? Keling. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Keling. Va o'g'li. alaykum assalom. Yo, bizni rahbarimiz. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ismlari Afzalbek. Yaxshi. Yo'q, Fathqalla akamlar. Mahallamizni Qani, marhamat, domlalari. o'tiring. Qani keling, Xo'p. o'tiring. Bismillah. Rahmat. Qani, bitta duo qiling. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Mana shu ishxonalar ham gullab yashasin. Amin. Allohu akbar. akbar. Barakalla. Yoshgina bo'la turib, katta ishlarni boshlabsiz. Rahmat. Alloh yomon ko'zdan asrasin. Domla. Bu ko'z tegishi rostakam bor narsami? Yo shunchaki erim sirimmi? Hasad va ko'z tuyani qozonga, odamni qabrga tiqadi. Ko'z va nazar bor bo'lganki, ustozlarimiz shu gapni aytishgan. Bugun ko'pchilikni turmushi mana shu ko'z va hasadning orqasidan buzilib ketyapti. Ana va internetdan har qanaqangi baloni ko'rishadi, keyin oxir oqibat sabr degan narsalar yo'qoladi. Mana shularning orqasidan oila buzilib ketyapti. Bu narsa yaxshi narsa emas. Buni qarang. Men ishonmagan ekanman. Demak, bor narsa ekanda. Hammada tarixcha bo'lsa ham ko'z bor. Demak, hasad odamni yiqitar ekanda. Shuning uchun ham odam o'zini himoyalab, ehtiyotini qilib, keltirilgan suralarni o'qib, Allohning panohida bo'lish kerak. Gulim bo'lib qoldingizmi? Bo'p qoldim. Hozir chiqaman. Voy tavba, tinchlik yo'q ekanda. Eshigingni quplab oldingiz, gulim. Doim eshigimning tagida turadi-ya. Oching eshikni. Mana ochyapman. Labbay. Nima quplab oldingiz? Nima? Men sizni yeb qo'yamanmi? Yo'q, shunchaki. Bundan keyin iltimos eshik ochiq tursin, xo'pmi? Chunki men sizni xohlagan payt sizni ko'rib turishim kerak, gulim. Xo'p bo'ladi, mehribonім. Shundoq bo'lsin. Endi bir chiroyli o'zingizni qo'lingizdan o'sha men ichadigan choy bor-ku, o'shandan damlab bersangiz bo'ldi. Choyni ishxonada ichamiz.
yoki yo'l yo'lakay. Nonushtaga restoranga yoki kafega kiramiz. Endi o'z qo'lingizdan choy ichaman deganimda Bonu. Voy, buni hozir iloji yo'q. Kayfiyatim yo'q. Ha, Toza havoga chiqaylik. Uyda o'tirsam mazam qochyapti. Miyamga kislorod yetib kelmayapti. mayli. Yuring. Restoran bo'lsa restoranda. Sizlar xotinlar erkaklarning pulini so'rishni yaxshi ko'rasizlar-da, Voy, to'g'rimi? voy. O'sha pulni nima qilasiz? Menga ishlatmasangiz. Odamzoddan hamma narsa qolib ketadi. Bu dunyoda yashab qolish kerak, boyim. Bo'pti. Ketdik qani? Hozir. Yuring, chiqa qoling. Hozir sumkamni oling. Tashqarida poylab turaman. Xo'p bo'ladi. Yuring. Domla, sizlardan ko'p masalalarda maslahat so'rab kelishadi. Ha, aqlimiz yetgancha, qodir qilgancha javob beramiz. Agar jahl ustida ajrashib ketayotgan odamlar bo'lsa, shariatda yo'l bormi? Oilani tiklashni yo'li bormi? Shariatda hamma narsani yo'li bor. Lekin bu degani bilib turib gunoh qilishga ruxsat degani emas. Alloh kechirguvchi zot. Tavba qilsa, pushaymon bo'lsa kechiradi. Tavbalarni o'zi qabul qiluvchidir. Demoqchimanki, jahl ustida xotiniga ruxsat berib yuborsa, ya'ni taloq. Unga qanaqa shariatda yo'li bor? G'aybulla aka. Shu kerakmi hozir? Kerak. Agar mast holatda bo'lsa, astoydil tavba qilsa, bu javob o'tmaydi. Qayta nikoh o'qitib yashashlari mumkin. Oila shunday muqaddas narsaki, uni bo'lar bo'lmasga o'yin qilib bo'lmaydi. Domla, mast holatda emas, balki es-hushi joyida. Bir emas, 2 marta javobini berdi. Unga yo'l bormi? Bu so'zni aytishga kimdir majbur qilgan bo'lsa, Meni hech kim majbur qilmadi. O'z xohishim bilan berdim. Lekin ichidan afsus qilsa-chi? Bu ayol bilan yashashga ko'zim yetmadi. Shuning uchun ham bu gapni aytdim. Domla, bilasizmi, lekin orada bir emas, 2 farzand bor. Arzimagan jahl tufayli nima oila buzilib ketaveradimi? 2 katta odam bir-biriga jahl qilib ajrashib ketaveradimi? Xo'p, er-xotin bir-birini sevsa, bu nima ahmoqgarchilik? siz qilgan ishingizdan afsuslanyapsizmi? Tavba qilyapsizmi? Yo'q. Unda bo'lmaydi. Odam tavba qilish kerak. Tavba qilmagan odamni amali qabul bo'lmaydi. Mayli. Men oshpazlardan xabar olay. Xo'p. Onasi qaravor.
Kim ekan onasi? Oyi, Bor, eshikni och. Yana qizingiz kelibdi. oyi. Ha, nima qilibdi kelsa? Bu yaxshi emas. Ertalabdan kelganini qarang buni. Kecha rosa uyingda o'tirgin deb tayinlagandim. Bu dangasa qizingiz na uyini yig'adi, na ovqat qiladi. Menga qarang, bunaqada qizingizni hayoti buzilib ketadi. Buni ko'ngliga qarab rasvo qilyapsiz. Erkak bo'lsa, hamma narsani tayyoraga o'rganyapti. Sizga kecha tushuntirib aytgandim. Gapirganmidingiz? Kecha qo'liga bozorlik qilib berib, eringa shirin ovqatda qilib bergin deb tayinlab kelganman. Yana nimaga kelgan hayronman. Shuni aytaman-da. Alohida bo'lsa, oldin qaynonam qo'ymaydi derdi. Mana endi o'ziga xon, o'ziga bek bo'lsa, mazza qilib yashamaydimi? Ertalabdan bizniki kelganiga nima? Ha, o'zing ham sog'inib o'tirganding-ku. Bir haftadan beri to'ydim. Qiz bola degan o'z uyida tinib tinchib o'tirsa bo'lmaydimi? Ochmaymiz. Taqlatib ketadi. Xafa bo'lib qolmasmikin? Bo'lsa bo'lar. Ertaga kelmaydi. Uyda o'tirishga o'rganadi. Mana, qo'ng'iroq qilyapti. Ol. Alo. G'aybulla aka. Nima bo'ldi? Tavba qilmaganni kechirmaydi Xudoyim dedi. Men endi aralashmayman. Nimaga aralashmaysiz? Men afsuslanmayman. Hammasini bilib gapirdim deyapti. Voy o'lmasam. Ha, unda yarashmas ekanda. Ha, qaysarligi tutgan. Endi nima bo'ladi? Nima bo'lsa bo'lar. Men qurilishga ketdim. Asablarim buzilib ketdi. Domlani kim kuzatib qo'yadi? Afzal o'zi olib borib qo'yadi. Oshga kirmaysizmi? Ishtaham o'ldi. Shuncha narsani tashkillashtirgandim. Hammasidan hafsalampir bo'ldi. Mayli. Kimdir so'rasa men qurilishda bo'laman. Charchamang. Menimcha xotinini kechira olmayapti. Og'riq hali ketmagan demak. Endi nima qilsin? Unga ham qiyin. Ey, Ha? bu yoqqa.
Nimaga kelding? Sendan xabar olgani? Bu yerga kelmagan, xitlashadi degandim-ku. Buni qara-ya. Shuncha pulni olding. Nimaga jim yuribsan? Ishni qilmaysanmi? Yo surib qolmoqchimisan? Ey, bayt boylayapman. Boshiga g'isht tushib ketishi uchun qancha boylash kerak? O'zi qurilishga uncha kelmayapti. Bir ko'rinib ketib qolyapti. Asosan ofisda o'tiribdi. Meni ishim yo'q. Tushundingmi? Tezroq hal qil. Xo'p, bo'pti. Bor ketavergin, bor. Qara lekin qochib ketsang. Yerga kirsang quloqingda, osmonga chiqsang oyog'ingdan tortaman. Bo'pti, bor. Bor ishingni qil. O'zim bilaman. Bu Sodiqboyning laychasi bu yerda nima qilib yuribdi? Demak, nimanidir rejalashtirishyapti. Jahongir, Eshitaman, xo'jayin. menga qarab borgin. Xo'p bo'ladi. Chaqirtirganmidingiz? Dildoraxon keldilarmi? Dildora xoniga balo bormi? Yo'q, hali kelmadilar. Eriyamchi. O'zini qo'y kech qolib kelardi. Bu ham shunaqa ekan. Sodiq Turg'unovich. Agar u Afzalni shpiyoni bo'lsa-chi, ha? Bunaqa emas. Ko'nglim qarshi. Bu yerdagi hamma bo'layotgan narsani unga yetkazmasligiga kim kafolat beradi? Kuzatib turamiz. Siz bu yoqdan xavotir olmang. Mayli. O'zingiz bilasiz. Men sizni o'ylab gapirdim. Rahmat meni o'ylaganingiz uchun. Agar kelsa, meni oldim kirsin. Xo'p bo'ladi. Bor. Shu Afzalga hayronman-da. Shundoq xotinini ko'chaga haydab bekor qildi. Buni ham bilib ketishadi hali. Ofirjon ayoli qo'ldan chiqarib, ahmoq. Qush qo'ldan uchdi. Tamam. Endi qaytmaydi. Agar qush qo'lga yaxshi o'rgatilgan bo'lsa, qaytib keladi. Agar qushni kimdir tutib olsa, uni oltin qafasga solib qo'yadi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Erki o'zida bo'lmagan qushchalarga ham qiyin-da. To'g'ri. Yana sizmi?
Yaxshi dam oldingizmi? Qani yuring. Mashina pastroq dedi. Rahmat, o'zimning mashinam bor. Olib borib qo'yaman. Sayt aka, keling kelishib olamiz. Maylimi? Nimani? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men chaqirtirganman Saidni. Seni ishga olib borib qo'yadi. Dada, meni o'zimning mashinam bor. O'zim ketaman. O'jarlik qilma. Xavotir olmay o'tiraman. Bu yoningda bo'lsa, xotirjam o'tiraman. Bolani bog'chasidan olishim kerak axir. Olib borib qo'yishim kerak yana. Ularni o'zim olib borib qo'yaman. Xavotir olma. Bora qolinglar. Mayli. Yaxshi boringlar. Men faqat dadammi deb chiqdim. Bilib qo'ying shuni. Jahling chiqsa, bir ham chiroyli bo'lib ketarkansan. Haddingizdan oshmang. Boshqa bunaqa gaplaringizni ham eshitmang. Xo'p. Jonga tegdi-da Shuhra pashsha. Qachon qarama eshikni tagida. Ichingizda rosa meni qarg'ayapsiz, a? Voy, qayerdan bildingiz? Qarashlaringizdan. Bilinib qolyaptimi? Buni qarang-a, berkita olmayman-da. Kimnidir yoqtirmasam, darrov sezdirib qo'yaman, shunaqa qilib. Turaveramizmi shunaqa qilib? Qani mashinangiz? Yuring. Ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Qizim, Labi? yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Men sizni taniyman. Qayerdan taniysiz? Men Azimjonning dodasiman. Ha, shunaqami? Qizim, sizni oldingizga bir iltimos bilan keldim. Qanaqa iltimos? O'g'limni o'qishga ishtiyoqi juda tushib ketdi. Bir necha oydan beri rosa dard bilan kurashib, endi o'ziga kelayotgan edi. Amaki, men ham to'g'ri tushunning. U bilan do'stlashsam, meni ishxonadan haydab yuborishadi. Bilaman. Azimjon aytdi. Lekin bilasizmi, uni yomon niyati yo'q. Meni bolamni eshitadigan, tushunadigan bir do'st kerak-da. Dodajon, uzr, men u bilan do'st bo'la olmayman. Iltimos, ko'ksidan itarmang. O'zi endi o'ziga keldi. Bir odamga o'xshab yashayman. Men o'sib, o'ziga oldiga katta-katta maqsadlar, orzular qo'ygan edi. Iltimos, jon qizim, yo'q demang. Agar istasangiz, oyingizni oldiga borib, o'zim yotig'i bilan tushuntiraman. Mayli, bu yerga o'qishga kelmasa ham mayli. Agar bizni uyimizga borib, unga o'rgatsangiz, ingliz tilidan dars bersangiz, qancha desangiz ham pulini to'layman. Qizim, Gap pulda emas. Ha, mayli, men oyimdan so'rab ko'ring. oyingizni o'zim ko'ndiraman, qizim. Yo'q, men o'zim ishdan chiqib uyga borib oyimdan javob so'rayman. Shunday qiling, shunday qiling. Rahmat sizga. Mayli. To'g'ri tushunganingiz Yaxshi uchun aytib oling. rahmat. Mayli qizim.
Bu gullar sizga. Yo'q, menga kerak emas. Ayol kishi ham guldan voz kechadimi? Said aka, sizni akamdek hurmat qilaman. Iltimos, vaziyatdan foydalanmang. Dadamni boshlarini ham qotirmang. Men baribir sizga ko'ngil qo'ya olmayman. Buni hali vaqt ko'rsatadi. Erim qabul qilmasa ham men turmushga chiqishni xohlamayman. Mayli, men kutaman. Undan ko'ra bu gullarni xotiningizga olib borib bering. Munosabatlaringizni tiklang. Oilangizni saqlab qoling. Endi kech. Men bir qarorga kelib bo'lganman. Men siz bilan yaxshi bir do'st bo'lib qolishni xohlayman. Boshqasiga umid qilmang. Mayli. Hech bo'lmasa gullarni oling, qo'limni qaytarmang. Meni shu quvonchdan ham bebahra qoldirmang. Mayli, faqat bu oxirgisi. Keyingi safar bunaqa uchrashuvlarga chaqirmang, xo'pmi? Sizdan iltimos qilib so'rayman. Xo'p. Ozgina yuraylik. Mayli. Yuring. Xo'sh. Mahallada nima gaplar? Vayla qizini olib ketibdi. U yangilik emas. Shularni ko'chirib qutuldingiz-a? Nega men ko'chiraman? Oxiri qochib ketishdi. Butun dom gapirishyapti. Gapirsa gapirar. Men odamlarning gapiga qarab ish qilganimda, Vaylani qizini aytaman-da. 4 ta odam bilan nikoh o'qitmagan bo'lardim. O'zbeklarga kelin bo'lish qiyin ekan. Eplolmadim deb ketdi. O'zi tan olib ketdi. Tug'ilmagan nabirangizga achinmaysizmi? Qanaqa nabira? Sizdan buni kutsa bo'ladi. Nimani kutsa bo'ladi? Aniq siz ketkizib yuborgansiz. Men hech narsa qilganim yo'q. O'zi shuni xohladi, ketdi. Maryam o'zi qayoqlardandir yolg'iz kelgan-ku. Qizini shetda boqdi, to'g'rimi? Endi u nevarasini boshqa yoqda boqadi. Uni nevarasi sizni ham nevarangiz. Qattan bilasiz. Qo'ysizchi, mintasi bilan yurgan. Shpiyonlikka chiqdingiz-a? Voy, ketgan joyini bilasiz shekilli-a? Telefon qilib turasizmi deyman, axborotlarni berib. Tavba. Hech hamda o'zim bir hol ahvol so'ray deb chiqdim. Voy qarang-a, hol ahvol so'rab darrov valiga o'tdingiz-ku gapingizni. Nima bo'lyapti, nima qo'yapti deb. Endi butun domda shu gap bo'lgandan keyin qiziqdim-da. Gapirsin mayli. Hali chiroyli kelin qilganimda yana gapirishadi. O'sha gapirganlarni to'yga yetmayman, bilib qo'ying. Men aytasizmi? Mamnaqa qizg'izon bo'lmasangiz, aytaman. Chaqma chaqarsiz biram. Unga axborot yetkazadi, bunga axborot yetkazasiz. Opa, tavba. Men shunaqa xotinga o'xshaymanmi? Yo'q, o'xshamaysiz. Siz bilan bir ko'ngil ochib gaplashib o'tiraman dedim. Gapirgan gapingizni qarang. Hol ahvol so'rayman deb chiqdim. Pista shirin ekan, bu safar sho'rda olib kelibsiz. Oling. Chaqing. Voy, rahmat. O'tgan safar yomon deganingiz uchun yaxshisini olib keldim. Bemaza deganingizga mazalisini olib keldim. O'zichi hamisha pista chaqib yurish kerak. Biror joyga foydasi bormikin? Niyega?
Chiroyli gullar ekan. Keling. Hujjatlar sizga ekan. Reklama bo'yicha ko'rib chiqarsiz. Chiroyli gullar ekan. Afzal jo'natdimi? Yo'q, boshqasi berdi. Nima edi? Bilasizmi? Gullarga mas bo'lgandan ko'ra vaqtliroq ishga kelib, ishingizni vaqtida qilsangiz yaxshi bo'lardi. Menga bu yerda ishlash qiziqmas. Sodiq Turg'unovich, bu yerda ishlashingiz shart emas. Shu yerda o'tirsangiz bo'ldi degan. Demak, biz sizni chiroyli qosh ko'zlaringiz uchun sizga pul to'laymiz, shundaymi? Shunaqa bo'lsa kerak. Turmush o'rtog'ingiz go'zal ayollarni hurmat qilar ekan. Ish berish shart emas. Muhimi kayfiyat bag'ishlab tursak bo'lgani. Siz kayfiyat bag'ishlaysizmi? Shunaqa. To'g'ri. Shu kayfiyat uchun 10 million olish insofdanmi? Maoshimni sir tutishlarini aytgandilar. Bu firmada mendan hech narsa sir tutilmaydi. Men bosh hisobchiman. Men bu yerda bilasizmi? Kayfiyat uchun emasman-da. Siz oladigan jaraq-jaraq pullarni qachon, qayerdan olib, kimga berishni yaxshi bilaman. Agar eringiz menga pul berishlari, meni bu yerda yurishim sizga yoqmayotgan bo'lsa, qo'lingizdan kelsa agar, meni bo'shatib yuboring. Jon deb ketaman. To'g'risi sizni ham, eringizni ham ko'rishga majbur emasman. Tasqara. Kecha kelib bugun o'zini aqlli qilib ko'rsatyaptimi? Ko'rsatib qo'yaman hali senga alvasta. Shunaqa ham arzon bo'ladimi odam? Mana bu balkalarni ikkinchi etaji ustini tom bo'ladimi yoki buning ustiga yana nimadir quriladi? Buning maqsad bo'larkan. G'isht tushib ketsa, shubha uyg'onadi. Yaxshisi, o'zim eplayman. Borib ishinglarni qilib Bo'ldi, xo'p. Mayli.
Bu yigit kim bo'ldi? Nimaga meni xotinim yonida o'ralashib yuribdi bu? Bu bolaning ismi Said. Qaynotangizning o'ng qo'li. Chol hamma ishini shunga topshiradi. Nima? Kechasi ishga bormayaptimi? Yo'q. Hamma ishni Saidning o'zi qiladi. Qayerdan bunaqa qimmat mashinalar? Choyxonachiga qimmatli emasmikin? O'zini bizneslari bor ekan. Ermakka qimor o'ynab turadi. Ko'cha bolasi degan. Akani ancha-munchasiga gap o'tarkan. Xotini bilan ajrashib ketibdi. Shuning uchun ham meni xotinim oldida o'ralashib qopti-da. Balkim. Balki qaynotangiz aytgandir. Ha, bular meni asabimga tegyapti shekilli. Yana qanaqadir o'yin boshlashyapti. Bu ham o'ch olishni bir turi. Qadimda podshohlar biror mamlakatni urush bilan qo'lga olsa, unga qarshi chiqqan shohni xotinlarini, kanizaklarini sarkardalarga inom etib rohatlangan. Seni aytganingdek, bu ham azoblash xizmati. Mayli, sen kuzatishda davom etaver. Bolalarimdan ham xabar olib Keyin har kuni kelib menga hisobot berasan. Xo'p bo'ladi. Ularni har bir qadamini bilib turishim kerak. Tushunarlimi? Xo'p. Endi borib ishingni qil. Xo'p. Kayfiyatimish. Tavba. Men yozgan kitoblarni endi o'qiyapti. Hozir hal qilamiz. Alo. O'rtog'im. Yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Nechuk meni yo'qlab qopsan? Haliyam ish topmadingmi? Yo'q, sen chaqirishingni kutyapman. Ishxonamga kel. Senga ish topdim. Voy, rostdanmi buncha zo'r? Ha, o'zingga qarab kel. Bo'ldi, cho'tki bo'lib boraman. Kutaman. Mana bu 4-domni oldidaman. Tepasiga qo'yiladigan narsalarni so'rayman. Siz aytib tursangiz bo'ldi, men o'zim nazorat qilaman. Siz bundan xavotir olmang. Albatta. Standart bo'yicha quramiz.
Men nima ish qilaman? Meni ham shunaqa xonam bormi? Senga alohida topshirig'im bor. Opa, siz hech narsa qila olmaymizmi? Men unga o'zimdan ham ko'proq ishonaman. Tushundingmi? U ham ko'zim, ham qulog'im. Bugundan boshlab shu yerda ishlaysiz. Tushunmadim. Bu yer meni xonam. Bu kishi ham shu xonada ishlaydilar. Unda menga boshqa xona bering. Afsuski, hozir ham xonalar band. Bu kim bo'ldi endi? Hoynahoy quloq bo'lsa kerak. Bor. Oyi, Sodiqboyni xizmatchisi kelibdi. Kimdir bormi? Yaqinda mana shularning hammasi menga qoladi. Sevgi farishtasidan katta Hello my friends, welcome back to our YouTube channel. In this video I am going to show you my daily lifestyle, and now you can see the sun is looking so beautiful and I am looking so beautiful. Now I am visiting you my solar panel system. I installed the solar panel system is recently. You can see here my solar panel system. This is my solar panel system. I used few days ago. The solar panel system the solar system is reduced my electrical bill because when I use the solar system, I reduce my electrical bill due to I generate electricity at home with the help of the solar system. It's I have already paid the bill of electricity every month, minimum $100 to $200 maximum. Now I have just bill of electricity $20 to $50. Almost I save my income of around almost maybe 70 to $170 save my income of solar panel system. And now I show you my vlog and my daily lifestyle and my village. You can see the beautiful looking of our village. I am living in the Pakistan and I am living in the Pakistan villages, not in a city. I live in the village because this nature is never asked me to leave him, because I am very happy to live in a natural you can see the most beautiful looking. Now you can see the most beautiful looking the background because it's so handsome and beautiful. Now I will show how many animals I have in my villages. You can see the animals. Now we go there and I will show my animals. I have multiple goats. You can see this is the cow, baby cow. This cow is not give us a milk. It is a simple cow. Now you can see here the two baby cow, three more baby cows. After of 1 year they are ready to give us the milk and ready to meat. You can see the beautiful looking. Now I am travel
to my farmhouse. You can see my farmhouse. This is my first time to make a vlog in English language because I am before I make a vlog, so many vlogs, but all the vlogs in Urdu local language. Now my father and my grandmother is waiting for me. I cannot see you, my father and my, because they don't want to go on camera. My father is ready. केड़ी एमरल हाँ तो एमरल मैं आखी वो आ जाती एमरल ही आ जाती तो दूई भी आ जाती हाँ बस आ दूई दी कोई टेंशन नहीं आ लाभ जावे ना मैं दोनों आख छड़ी एमरल ही तो दूई मेरे को पर्ची है शुगर वास्ते my father asked me to buying some medical for my grandmother because he have sugar problems in their lives. We use the medicine of Ambril. Ambril medicine is the best for the sugar. To when my grandmother have a high time the sugars, he reduced when they use when she used the Ambril medicine, the sugar was reduced as their normal routine. Someone, you can see the sunset is looking so beautiful. In our last vlog I will share you my animal is sick. This one my animal was sick. Now you can see here my beautiful animals and the most expensive. Now I will show you what's the animals the price. I will share the price of every animals according to our villages and as a Pakistani prices. The UK USA base is the most expensive, but Pakistan is the low price. This one goat is just $200 and this one is $220, $250. This one is this one is $150. This one is $150 almost, and this one is $200 because there is a breed is so expensive and this breed is so expensive, and this one is almost $500. This one, and this is just almost $300, and this one is $100, and this one almost my all the animals is average price is almost $4,000. My animal prices. Now my father is here to take care of all the animals because we don't know how to take care of the animals. My father is now how to take care about the animals when he gives him to eat and when he gives the drink of water. He have full information about the animals, means he have PhD in the animals farming. We don't know about the animal farming. We just give him to money for the animal farmings, and they buy the goats and they will make a good production for our animal. Now you can see the few animals is eating the food, their food here, and I am making the vlog
It is my first time to making a vlog in English language. I hope you will understand and you will enjoy my vlog. I hope I will make more vlogs about in English language. My English is so weak, but I will try to my best make a good vlog for and informative vlog. This is animal. अब्बा अफजल भाग गया अपने नेट से अफजल नेट से क्या रियाती है वे एक बिरा जावे दूआ बिरा ना जावे मैं नहीं दसो आज मैं ही चला जाऊंगा ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਸਜਣ ਭਾਈ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ Now I am asked हाँ हाँ यही है यही है My father asked me I asked to my father to go and play the volleyball. It is the volleyball is the most popular in our country Pakistan, and we play the volleyball. Volleyball is our favorite video below. Volleyball is our favorite thing, favorite play. We play the volleyball with so excitement, and the volleyball is give us to best exercise when we throw the ball and when we come back. Now I am traveling to go. Now I am traveling to go to playing the volleyball. You can see the here some people is playing the volleyball. I am waiting. I am walking. I am walking to go there and play the volleyball. If they have a space to play with me, then I will play it together with him, with both of them. If they don't have a space, I will watch their games and enjoy them. When I'm making a vlog in English language, some people are watching me is so some people are watching me as something is the different is happening here of making a vlog like that. When he see at first time someone is making the vlogs, because our villagers and our local cities don't have any vlogger to make a vlog videos and share their lifestyles, because don't have he joking me to how to make a vlog. We are crossing the road and everything, because they jokes me, you don't going viral when you have the making the vlog in English language and the local language, because you don't have the experience and you don't have the talent to make a vlog. But I am very sure that I have a talent to make a vlog, and I will share my lifestyle and people watch, and people is very happy to see to making a vlogs videos. I hope you will understand my language, because I don't have experience to make a videos in English language, because our local language is Urdu, and I will try to make a vlog in Urdu language. But it is my first time to make a vlog in English language. I will try to my best and making a vlog of beautiful scenes. I hope you will understand. Now you can see here my friends are playing the games. I am waiting. If they have a space, then I will play him together. You can see, and this is my uncle hotel. This hotel is around about 1 to
4 canals area, required area, and they have most space. And you can see the time, the sun is the set. Now you can see this man is jokes me on because I am making a vlog. They guide me how to make a vlog, but he don't know how can make a vlog. हाँ चिंगे लेंदा पे मेरे हैं मेरे चिंगिया लेंदा पे हैं अस्सलाम वालेकुम पप्पू लगदा मैं नामना पवना है पप्पू I asked him to you need me for winning the match. They have a lot of space. Now I stop the vlog and play the game with his. Goodbye. I will see you in other vlog video.